3 kun yalinib, oxirida zakaz tayyor bo'lganda meni hamma yerdan blok qilib qo'ygan xaridor qizimiz haqida gapirib beraman. Shu yerda farrak bilan koronani matolariga moslab yasab berishimni xohladilar. Oldindan to'lovsiz umuman yasamayman deganim uchun 3 kun naqd iltimos qildilar. Qizimizga ishonib, men zakazni yasashni boshladim. To zakazlari bitguncha Telegram, Instagramdan zakazim esingizdan chiqmadimi, yasayapsizmi deb yozib turdi. Zakazlar bitgandan keyin rasmini yubordim, judayam yoqdi. To'lov qiling, keyin dastavka qildiraman deganimdan keyin men faqat bittasini olaman, ikkinchisini olmayman deb gapirishni boshladilar. Bu aynan sizni matolaringizga moslab yasalgan farrak. Buni boshqa birovga sota olmayman deb aytganimdan keyin hozir 5 minutda sizga telefon qilib va 2 minutda Telegramdan, Instagramdan va primoy telefon qilishdan hamma yerdan bloklandim. Shuning uchun qizlar, umuman oldindan 30% to'lovsiz zakaz olmayman. Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sizlar nima qilgan bo'lardingiz?